Toshkentdagi Bo'z bozor va Navruz bozorlari rekonstruksiya qilinadi. Toshkent shahrida joylashgan Navruz dehqon bozori hamda uning Bo'z bozor filiali faoliyati zamonaviy talablarga moslashtiriladi. Ma'lum qilinishicha, Mirzo Ulug'bek tumanidagi obyektlar o'rganish jarayonida bozorlardagi amaldagi holat tahlil qilinib, yashirin aylanmalarni bartaraf etish va boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan reja ishlab chiqildi. Xususan, bozorlar faoliyatini bosqichma-bosqich raqamli tizimga o'tkazish, savdo va moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Bozorlarning yangi me'moriy qiyofasi va ichki dizayni xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilmoqda. Mas'ullar ushbu tashabbuslar nafaqat noqonuniy savdoni qisqartirishga, balki naqdsiz to'lovlar ulushini oshirishga ham xizmat qilishini ta'kidladi. Kutilishicha, bozorlar faoliyatining ochiqligi oshib, mahalliy byudjetga tushumlar ko'payadi. Tadbirkorlar va xaridorlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratiladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.